StarMaker'ga minusovka joylashtirishni o'rgatadigan kursga qanday qilib havola olishni ko'rsataman. Mana videolarimga noma deb joylashtirilgan joyga mana shuni ko'chirib olasizlar. Noma chiqib turadi. Ko'chirib olasizlar. Nusxa olish 20 sekund qoldi. Keyin mana tavsifiga video nomidagi havolaga kirib shartlarni bajaring va siz darhol kurs joylangan yopiq guruh havolasiga ega bo'lasiz deyildi. Shuni hozir bajarib ko'rsataman keyingi videoda. Avvalambor hammaga assalomu. Keyingi videoni olish jarayonida YouTube bugungi qisqa videolarni limiti tugadi deb dastur bermadi deymizmi endi. Xullas, joylash imkoniyatini bermadi qisqa video. Shu uchun to'liq video qilishni niyat qildim. Boshidan oxirigacha endi qisqa video emas, to'liq video qilib ko'rsataman. Xo'p, havolani oldik. Telegramga kiramiz. Telegramga kirib mana havola olish boyagi mana shuni boshqatdan ko'rsataman. Bunday qilib masalan mana bu ommaviy bo'lgani uchun paketni guruh qilamiz. Birinchi boshqatdan kiramiz, chunki yangi mana присоединиться gruppa qilamiz. Guruhga kirilgandan salomlash matni chiqadi. Mana assalomu alaykum Akbar. StarMaker uchun minusovka tayyorlash qo'llanmasi kursi yopiq guruhda joylashgan. Kurs havolasini olish uchun mana shu kanalga obuna bo'ling. Mana bu guruhga esa kamida 5 ta do'stingizni qo'shing degan shart chiqadi. Xo'p, pastda kanalga obuna bo'lishni bosilsa, mana kanalga olib o'tadi. Keyin 5 ta do'stni qo'shiladigan guruhga olib o'tiladi. Mana shu guruhga 5 ta do'stni qo'shasizlar. Xo'p, 5 ta do'stni qo'shgandan keyin masalan mana screenshot olinadi. Saqlanib qilib qo'yaylik hozircha. 4-chi screenshot hisoblandi. Xo'p, keyin kanalga obuna bo'lganlaringizni ham mana screenshot olinadi. Screenshot olinib aniqroq bo'lsin. Boshqatdan aniqroq bo'lsin. Mana bu reklama va e'lonlar hammasini tushirasizlar iloji boricha. Mana boshdan 4-chi bilan 5-chi. Keyin yana qaytib boyagi
havola olishga aytiladida, mana shartlarni bajarganingizni tasdiqlash uchun skrinshotni Sabachka Ahrorovich 85 ga yuboring. Bitta bosiladi. Отправить сообщение qilinadi-da. Mana bu yerdan o'sha screenshot kod bilan 4 va 5 tanlanadi-da, yuboriladi. Отправить qilinadi. Mana endi menga yuborilgandan keyin tekshiraman-da, bu yoki yopiq guruhni havolasini yuboraman keyin. Mana shuni havolasini, mana shuni havolasi yuboriladi. Shu guruhni havolasi o'sha insonga yuboriladi. Masalan, qilaylik. Shuni bosilib yuboriladi. Mana shunday qilib shart bajariladi va guruh, o'sha yopiq guruh havolasi olingandan keyin bemalol kirib mana foydalanish imkoniyati mavjud bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar shu shartlarni bajarsangizlar, kafolat beraman, insofga tayyorlab, o'zlaringiz bemalol Star Marketda joylashtirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Hattoki buyurtma olib, insofga tayyorlab berish ham mumkin. Rahmat hammaga.